Assalomu alaykum. Barchangizni ko'rib turganimdan xursandman. Bugun Quddus muftiysi Shayx hazratlarining, Turkiya Respublikasi parlamenti deputatlarining, Sulton Abdulhamidxonning avlodi ishtirokida so'zga chiqish men uchun katta sharafdir. Sizlarning barchangizni ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi mavzu albatta qo'rqinchli. Uni hatto til ham aytishga og'rinadi. Bizning ko'z o'ngimizda butun bir xalq qirg'in qilinmoqda. Va bu haqda xalqaro miqyosda jiddiy muhokamalar bo'lyapti. Falastinni qayerga quvib chiqaramiz degan, qayerga ko'chirib yuboramiz degan, Sudangami, boshqa joylargami, Misrgami, turli joylarga surgun qilishni rejalashtirishyapti. Sionistlarning asosiy maqsadi aslida falastinliklar yo'q degan da'voni ko'tarib chiqish. Biz shuni tushunishimiz kerakki, bu mojaro yahudiylar, musulmonlar va nasroniylar o'rtasidagi mojaro emas. Bugun bu haqida bir necha bor ta'kidlandi. Biz shuni tushunishimiz kerakki, bu mojaro Birinchi jahon urushidan keyin, oxirgi xalifat qulagandan so'ng, Usmoniylar imperiyasi qulashi ortidan boshlangan islom olamining hanuz davom etayotgan bosqinidir. Bugun bu ham gapirildi. Sobiq xalifalik hududida paydo bo'lgan barcha davlatlarni g'arbiy bosqinchilar Sykes-Picot bitimi orqali Fransiya va Angliya yaratdi. Ularning barchasi chegaralarni chizib oldi, hattoki Emir Husaynni ham aldashdi. General Allenby unga Falastin haqida bir narsani va'da qilgandi. Ammo keyinchalik 1917-yilning noyabrida Sovet Rossiyasida bolsheviklar tomonidan oshkor qilingan Sykes-Picot memorandumidan ma'lum bo'ldiki, Falastin hoshimiylar tasarrufiga emas, balki Britaniya mandati ostiga o'tgan ekan. Uni esa Rothschild sotib olgan edi. Balfurga pul to'lab. Aldov va yolg'on. Islom olamidagi odamlar, postsovet hududdagi odamlar g'arb elitalariga ishonib, go'yoki ular qandaydir jahon tartibini, qandaydir xalqaro huquqni olib keladi deb o'ylaganlaricha zo'ravonlik, o'lim, yolg'on va qotillik davom etadi. Ular hukmdorlarni pora bilan buzadilar. Hukmdorlarni oltin bilan boqadilar. Tarix ko'rmagan boyliklarga ega bo'lgan odamlar, Saudiya oilasi, ularning boyligi 400 trillion dollarga teng. Saudiya oilasining mulki, Ottoniylar oilasi, Qatardagi sulola, ularning boyliklarini o'lchab bo'lmaydigan darajada katta. Bu ular g'arb elitasi tarkibiga kirgani, bu mintaqani nazorat qilishning bir qismi sifatida berilgan to'lov. Biz tabiiyki qarshi emasmiz. Tarix shundayki, ba'zi oilalar hokimiyatga keladi, ba'zilari ketadi. Ammo hammaning savoli bitta. Nega islom olami jim? Nega u jim turibdi? Nega u falastinliklarga yordam bermayapti? Nega hamma bo'layotgan voqealarga qarab turibdi? Nega Qatar o'z hududiga berilgan zarbaga javoban hech narsa qilmadi? Chunki tushunib olish kerakki, muammo Isroilda emas. Isroil bu shunchaki zanjirband qilingan it. Isroil bu shunchaki vosita. Asl muammo g'arb elitalari yaratgan dunyoni ekspluatatsiya qilish va qullik tizimida, ayniqsa bu tizim Ikkinchi jahon urushidan keyin va Sovet ittifoqi qulashi ortidan yana mustahkamlandi. Bu masalani hech qanday xalqaro shartnomalar bilan hal qilib bo'lmaydi. Bu shartnomalar aslida hech qanday kuchga ega emas. Xalqaro huquq aslida mavjud emas. Biz yaxshi ko'rib turibmizki, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga qilgan murojaatlarimiz, xalqaro sudga qilgan murojaatlarimiz barchasi amerikaliklarning o'ldirish istaklari oldida puchga chiqadi. Ular xohlasa samolyot uchirishadi, ular xohlasa bombardimon qilishadi, ular xohlasa o'ldirishadi. Ular uchun hech qanday chegara ham yo'q, xalqaro huquq ham yo'q. O'zlari qilgisi kelmasa buni o'zining qotili Isroilga topshirishadi. Isroilning maqsadi Yaqin Sharqdagi barchani qo'rqitish. Bu davlatning boshqa maqsadi yo'q. Na diniy, na milliy, hech qanday. Bu oddiygina terrorchilik tuzilmasi.
uni AQSh nihoyatda kuchli qurollantirgan. Unga yadroviy qurol, taktik raketalar saqlashga ruxsat berilgan. U istagan ishini qilish huquqiga ega. Ular Mas'ud Pezeshkiyonni o'ldirmoqchi bo'lishdi. Ular Eron hukumatiga bomba tashlashdi. U zo'rg'a tirik qoldi. Endi hamma biladi, Eronning butun xalq tomonidan saylangan prezidenti. Esingizdami, Eronning saylovlari qanday o'tgan edi? Erondagi saylovlar. Bu na diktator, na zolim, uni hech narsada ayblab bo'lmaydi. U xalq tomonidan saylangan edi. Ularni bombardimon qilinganda faqat chuqur joyda bo'lgani uchungina, podvallarda bo'lgani uchungina tirik qolishdi xolos. Hech narsa, ya'ni ular istagan odamini butun dunyoda o'ldirishlari mumkin. Xohlasa bizni ham shu yerga bomba tashlab, bizni ham o'ldirishi mumkin. Bu haqda ommaviy axborot vositalari qancha gapiradi 1-2 hafta. Keyin esa jiddiy masala ko'tariladimi? Chunki ular aslida qo'rqadigan xalq bu Turkiya. Oxirgi xalifalik, oxirgi Usmoniy xalifaligining merosxo'ri sifatida Isroil esa Turkiya bilan to'g'ridan-to'g'ri urushdan juda qo'rqadi. Menimcha Yaqin Sharqda uni qulatishga qodir ikkita davlat bor. Ikkinchisi Eron. Eron buni o'zining 12 kunlik urushi oxirida ko'rsatdi. Raketalar Tel Avivga tushdi. Isroildagi siyosiy markazlarni urdi. Va Tramp buni to'xtatdi. U Isroilni qutqarish uchun keldi. Demak, Eron qodir. Ikkinchi davlat esa Turkiya. Shu sababli men musulmonlarni, yirik davlatlarni Eronga, Turkiyaga birlashishga chaqiraman. Bu qatorga Misrni ham qo'shgan bo'lardim. Eng katta, eng qudratli arab davlati sifatida Misr ham birlashishi kerak. Chunki bu masala tinch yo'l bilan hech qachon hal bo'lmaydi. Ular hech qachon odamgarchilik qilishmaydi. Hech qachon bag'ri keng bo'lishmaydi. Hech qachon musulmonlar, nasroniylar va yahudiylar bilan teng huquqda gaplashadigan bo'lishmaydi. Ular shaytonning farzandlari. Ular o'zlarining haqiqiy otasi shayton qanday ko'rsatma bersa, shunday harakat qiladilar. Xuddi o'sha AQShning prezidenti kabi. U o'zini jin, shayton kabi tutadi. Qabul qilingan tartiblarni buzadi, yolg'on gapiradi va bitimlar tuzadi. Shayton barcha rivoyatlarda, barcha an'anaviy tasvirlarda xuddi shunday ko'rsatilgan. Biz shuni bilishimiz kerakki, islom olamini, nasroniy dunyosini, yahudiy dunyosini ularni ozod qilish uchun urushsiz bu ish bo'lmaydi. Shuning uchun qachonki islom olamining yetakchi davlatlari sabr kosasi to'lib toshib ketsa, o'shanda ozodlik keladi. Chunki ular faqat kuchini tushundilar. Ular faqat kuch tilini tushundilar. Haqiqat va huquq tilini ular tushunmaydi. Ularning nazarida bunday narsa yo'q. Allohning yordami bilan biz Alloh taologa ishonamiz. U zot ertami kechmi bu sinovlarni ko'taradi. Xuddi muqaddas zaminda salbchilarning qirolligini tugatgani kabi. Amin, rahmat.